Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa sizlarga bugun Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Mirshodi mol bozorining 21-mart sanasidagi mol bozoridan albatta ho'kizlardan taqdim qilamiz. Ana ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi kattalardan boshlaymiz. Albatta har doimgidek keyin kichkinalariga o'tamiz. Videolarimizga albatta bittadan like bosib, maksimal darajada like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Hammaga omadini bersin, joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa yangi kanal bo'lgani uchun do'stlar, sizlardan podpishka va obuna bo'lish esingizdan chiqarib qo'ymang. Qani unda boshlaymiz. Ana shu ho'kizimizdan birinchilaridan boshlaymiz. Nech pullar bozor? Qancha? 25 million bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti. 25 millionga. Zo'r lekin. 25 million. Ho'kizlarga ketdik endi do'stlar. Mana ho'kizimizdan yana. Aka nech pul qilyapti bu ho'kizda? Ha? Katta nech pul qildi? 26 do'stlar. Mana bu yoqda olib boradamizdan bor. Tog'a nech pul qildi buni? 32 ga berishmayapti do'stlar, 32 ga. Nech yoshda bu? 2 yoshda. Tishorgan, ha? Tishorgan 2 yoshda 32 million savdosini qilishyapti, berishmayapti. 32 million. Menimcha katta ho'kiz mana shu bitta. 32 million. 32 millionga berishmayapti. Yana ho'kizimiz. Mana bu tarafda yana olib parodamizdan. Aka necha yoshda bu? 1 yosh to'ldirdi. 4 yosh? 1 yoshni to'ldirdi. Ha, 1 yosh to'ldirdi. Necha pul qildi bozor? 35 million bozor savdosini qilishyapti. 1 yosh to'ldirgan ho'kizimiz 35 million bozor savdosini qilishyapti, berishmayapti. Surxon chorva? Ana do'stlar. Hech pul olmayapsiz buni. Nima bo'lyapti bu? Ayting. Nech pul oldingiz aka buni? Blogger yo'qolib ketuvdim-ku, chiqib qolibsan yana. Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar, charchaysizlarmi? Blogger. Ko'p yurtlarda bo'ldim. Aylanib keldim. Nechpul qaysini so'rashyapti? 22 dan. 6 ta ho'kiz savdo qilyapmiz. 6 ta do'stlar. 6 ta ko'rishlaringiz mumkin. 6 tani bir joyda 20 milliondan so'rayapman. 6 ta bir joyda 20 milliondan so'rashyapti mana. Egasi 22 milliondan deyapti. Egasi 22 dan. Zo'r. 110 million beryapti. Ya 120 million qilyapman, 130 beryapti. Ega 130 do'stlar. Ana haqiqatda akamiz zo'r lekin. Mana shu akamiz savdosini qilishyapti mana. Akamiz o'zi 120 million savdo qilishyapti. 6 ta bir joyda. Bormi sotiladigan shu variantlarda uyda ham? Ha? Uyda ham bormi sotiladigan? Men savdo qilyapman mana Yo'q. dehqonniki. Qishga. Ha, boqishga olyapti akamiz. Dehqondan boqishga olyapti. 6 ta bir joyda. Mana yana savdo. Nech pul qilyapsiz aka buni? 22. Ana. 22 nimaga? Mana bu yoqda olamizda. Ana savdo bo'lib turgan joyi. Nech pul qilyapsiz buni? Aka? 44 ikkalasi? 44 ikkalasi bir joyda. 44 million ikkalasi bir joyda do'stlar. Blogger katta ko'rinmay ketding. Yo'q, yuribman. Katta ketding. Buni asfalt yo'lda ko'rsat, asfalt yo'lda. Asfalt yo'lda nima qiladi? Hech qilyapti aka. 34, 35. 34, 35 savdosini qilishyapti, berishmayapti do'stlar. 34, 35 ga. Zo'r. Tishorganmi bu? Tishorgan. Shunday o'taylik. O, shoshilmang. Ana, aka nech pul qildi buni? 26 million. Buni boqishga oladi do'stlar. Albatta zo'r boqish uchun 26 million bo'y bor, lekin ves yo'q. O'shaning uchun boqishga zo'r mol.
O'taylik aka. O'taylik. Albatta. Ketdi do'stlar. Necha pul bo'lyapti bu? 60dan. Tirikka. Tirik vaznga 60 mingdan. Do'stlar ketdi. Surxon chorva. Mana olalarimizdan. Ola kimdan? Ola. Sizlardanmi? Ben çıkarayotganda sen bir yog'och Voh. Ola savdo bo'lyaptimi? Nechi pul? 23. 23 million mana olamiz. Savdosi bo'lyapti. 23 million. 23 million. Aka qora nechi pul bo'ldi? 18 do'stlar qoramiz. 8. Ola nechi pul qoldi aka? 21. Bo'lmasan 21. qana sen. Aka qora nechi pul bo'ldi? 19 do'stlar. 19. 9 million. Aka nechi pul qoldi bu? Nechi pul? Hozir bu bilan nari 44. Mana bu. Ola bilan ikkalasi 44 do'stlar. Zo'r. Nechi pul qilyapsiz aka? Nechi pul qilyapsiz? 100 kam 20 million do'stlar. Ana 100 kam 20 millionga. 20 million. Oldim. Surxon chorva. O'zi o'z kanali edi. Ro'zuz faqat mashina bozor aka. Bu mol bozorga Surxon chorva qo'ydik-da. Aka nechi pul qoldi bular? 17-13chi? 17,5dan 35 million. 17,5dan. Ağa nechi pul bo'ldi bu? 21 ga bermayapsiz. 21 ga berishmayapti ana. 21 million. 21 millionga. Aka nechi pul qoldi bu? 20 million. Yerine hemen şu syomka qilingan. Ana savdo bo'lyapti. Nechi pul bo'ldi? 16,5 ga ana. 17 bo'lsa ketadi deyapti. 16,5 bozor savdosini qilishmoqda. Berishmayapti 16,5 ga. Yuzim gapir 20 million bo'lsa aytgan yo'qmi? Ana 20 million. 20 million bo'lsa aka olib ber dedingmi? 100 kamid 100 ham qo'yibdi. 100 ham qo'yibdi akamiz. Zo'r. Surxon chorva. O'zgartirmasak bo'lmayapti. Ro'zuzdan turibdi aka, moshin bozor. Ha, moshin bozor faqat. Nima kanalda u? Lekin Surxon chorva. Nechi pul qoldi aka? 30 ikkalasi. 30 million do'stlar. Foyda bermang dedi. O'zini mana bir xil variantdagi o'tkizlarimiz bor. Nechi puldan qoldi bu? 16-15. 16-15 do'stlar savdosi bo'lyapti. Hozir. 16-15 savdosi bo'lyapti mana. 16-15 savdo bo'lishmoqda. Aka ola nechi pul bo'ldi ola? Shurmang. Nechi pul molda ayting? 14,5?
Indamang mayli. Qora nech pul bo'ldi aka? 14 million 600. 14 million 600 do'stlar savdosi. Ha, chiqardim aka. Nech pul bo'ldi bu kichkina aka? Savdosi 11 millionga savdo bo'lyapti. 11 milliongacha do'stlar. 11,5 bo'lsa ketadi. 11 millionga bozor savdosini qilishmoqda do'stlar. 11 million. Nech pul bo'ldi aka bu? 12. Ana kichkinalardan ham ko'raylik. Nech puldan bo'lib qoldi bular aka? 13,5 do'stlar. Bunisi 13,5. Qo'shqa. Qancha bermadingmi? Qora nech pul bo'ldi? 10,5. Hozir 10,5. Ana 10,5. Ana ola poradamiz. Ola nech pul bo'ldi? 11,5 do'stlar. 11,5 olamiz. Mana buzoqlarimizdan kichkinaroq variantlar. Bu nech pul aka? Buni 8,600. 8 million 600. Bular 10 million 100 ming so'm. 10 million 100 ming so'm 9,5 qorasini so'rashyapti do'stlar. Hammasini har xil so'rashmoqda. Olindimi bu? Nech pul olindi? 12 olindi do'stlar. Yaxshi-mi? Assalomu alaykum. Zo'r bo'g'az. Qizangiz zo'rmi? 12 million olindi. Ola parodalarimizdan bor. Olalar nech pul bo'ldi aka? 12 bo'lyapti, 9. 12 olamiz. Bunisi 9 million. Sarig'imiz bo'lsa, sarig'i olamiz. Savdosi bo'lishmoqni berishmayapti.